Yo'q, sabab nima? Boshimda chekka yo'q. Yo'q, sabab nima? Qoidabuzarligini aytdim. Aka, oxirgacha boraman. Sizga yomon bo'ladi, aka. Og'ayin, holiga Men beraman. Mayli, hujjatimni berdimmi? Bir necha kundirki ijtimoiy tarmoqlarda ushbu holat ko'plab muhokama va e'tirozlarga sabab bo'lib kelmoqda. To'g'ri, bu yerda yo'l patrul xizmati xodimlarining harakatini ham oqlab bo'lmaydi. Ammo tanganing ikkinchi tomoni ham bor. Ushbu haydovchi ilgaridan bir necha marotaba qoidabuzarligi uchun yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan chora ko'rilgan bo'lishiga qaramay, o'ziga tegishli xulosa chiqarmagan va hanuzgacha yo'llarda boshqa harakat ishtirokchilarining hayotiga xavf solishda davom etib kelmoqda. Bir nechta svetoforlarni qizil chirog'ida harakatlanib, katta tezlikda odamlarning hayotiga xavf tug'dirgan transport vositasi vaqtincha jarima maydonchasiga olib kelib joylashtiriladi. Joriy yilning 19 fevral kuni ham viloyatning Qiziriq tumanida xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati xodimlari svetoforning taqiqlovchi chirog'ida qarama-qarshi bo'lakka chiqib, harakatlangan Cobalt rusumli transport vositasi haqida ratsiya uzatish aloqa vositasi orqali shu yo'nalishda xizmat olib borayotgan xodimlarga ushlash choralarini ko'rish haqida xabar bergan. Ushbu yo'nalishda viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi yo'l patrul xizmati batalyoni komandirining o'rinbosari va video kuzatuv guruhi kichik inspektori hududda xizmat jarayonlarini nazorat qilish maqsadida tashrif buyurgan bo'lib, qoidabuzarlik sodir etib kelayotgan avtoulovni to'xtatadi va haydovchidan tegishli hujjatlarni taqdim etishini so'raydi. O'z navbatida haydovchi hujjatlarini taqdim etadi-yu, boshida qoidabuzarligini tan olmaydi. Ratsiya aloqa vositasi orqali xabar bergan va qoidabuzarlikni ko'rgan yo'l patrul xizmati inspektorlari kelguniga qadar haydovchi xodimlarning qonuniy talabini bajarmay, o'ziga nisbatan bayonnoma tuzib berishini talab qiladi. Ushbu xodimlar o'zlariga elektron planshet va body kamera biriktirilmaganligi sababli inspektorlar kelgunga qadar yo'l chetida to'xtab turishini aytganida, haydovchi hujjatlarini ularga qoldirib, harakatni davom etadi. Olib borilgan tezkor choralar natijasida transport vositasi ushlanib, vaqtincha saqlash jarima maydoniga joylashtiriladi hamda haydovchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 129-128-4 moddasi 2-qismi, 128-5 moddasining 2-qismi, 125-moddaning 3-qismlari bilan bayonnoma rasmiylashtiriladi. Shundan so'ng alamzada haydovchi bo'lib o'tgan holatni aynan nostandart vaziyatlarni tasvirga olib, ijtimoiy tarmoqlarga joylaydi. Shu kunning o'zida yuqori turuvchi organlarga ham murojaat yo'llaydi. Tasvirlarda xodimlarni haydovchi bilan muloqot jarayonidagi salbiy harakatlar va munosabati yuzasidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan xizmat tekshiruvi o'tkazilmoqda. Haydovchining harakati esa jinoyat ishlari bo'yicha Qiziriq tuman sudida muhokama qilinib, sodir etgan huquqbuzarligi uchun jarima jazosi belgilandi. Yo'llarda yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qiling. Zero ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunning 16-moddasiga ko'ra har qanday ichki ishlar organi xodimi huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirishi, ularning sabablarini va sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlarni aniqlashi hamda ularni bartaraf etish choralarini ko'rishga majburdirlar. Salomat bo'lasiz.